Shulari aynan O'zbekiston sport majmuasida bosqichidan tashqari holatda, ya'ni saralashdan tashqari holatda bahslarda ishtirok etdi, tushuntirilgandir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, tayyor rasmiy o'yinlar bor. Rasmiy o'yin har doim boshqacha ahamiyat kasb etadi. O'rtoqlik uchrashuvlaridan ko'ra, balkim shuning uchun ham eronliklar shu saralash bosqichida ishtirok etishgan bo'lsa ajab emas. Demak, Eron guruhda ikkita o'yinda ishga oydinlik kiritiladigan bahsda afg'onistonliklar juda yaxshi natija qayd etishni boshlashdi, ya'ni hisobni ochdi. O'zi umuman Turkmanistonga qarshi bahsda ham yaqqol ustunlik ko'rinib turganda va o'yindan oldin ham taxmin qilgan edikki, Afg'oniston terma jamoasi vakillari oson raqib, birinchi Afg'oniston ikkinchi bo'ldi deb. Narigi guruh, O'zbekiston terma jamoasi vakillari ishtirok etgan guruhni eslab oladigan bo'lsak, zarba berilyapti, darvozabon qaytardi, ikkinchisi 5 ta gol farqi bilan imkoniyatni boy berishimizni. Tojikiston esa oxirgi lahzalarda 7-golni oldi, to'p chiqib ketdi. Tojikiston oxirgi guruhda birinchi o'rinni qo'lga kiritganlar to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmaga ega bo'lishadi. Ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoalar esa o'zaro mana bu play-off bosqichi. Said Husayn Musaviy to'pni orqaroq qaytarib berdi. Bilasizmi? Afg'oniston terma jamoasi tarkibida o'yinni boshlagan, qaraylik deb. Chunki erta-indin 3-4 yilmi, 1-2 yildan keyinmi mana shular Afg'oniston terma jamoasi asosini tashkil qilishi mumkin bo'lgan o'yinchilar. Said Husayn Musaviy, qarang. Avvalgi ikkita uchrashuvda biz boshqacharoq holatni kuzatgan edik. Navbatdagi fol 3-folga aylanmoqda bu. Tojikistonliklar sal ehtiyot bo'lib harakatlanishlari lozim. Sabab jamoasi deyarli teng kuchga ega bo'lgan. Chunki hozir dastlabki to'rtlikni aytib o'tdim, Hamid Rizo Husayniy, Moshtaba Muhammadiy, Hasan Ali Jaffariy hamda Said Husayn. Hujum davom etadi Tojikiston jamoasida, zarba. Mahmudiy, Ali Arab pasi juda ham noaniq bo'ldi. To'rt daqiqa 52 soniya, qariyb 5 daqiqa vaqt bor. Qo'ydi Afg'oniston terma jamoasi vakillari. O'rtada kichkina bo'shliq bor edi. Mana shu yerga to'p yetkazildi va Hasan Ali Rajabiy hozir navbatdagi hujum va 2-0. 2-0. Said Husayn Musaviy o'yindagi ikkinchi golni uryapti. Jamoasining ikkinchi goli bu, dublga erishmoqda. Lekin bir yo'li ikkita o'yinchi qarshi olyapti. Foul esa qayd etilgani yo'q, bahs davom etadi. To'p maydonni tark etdi. Bitta hujum tashkil etishga ulgurishmasa kerak Tojikiston terma jamoasi vakillari, vaholanki hisobni qisqartirishlari mumkin edi. Qanday qulay imkoniyat qo'ldan boy berildi. Haqli e'tiroz Abdulrazzoq Mo'mirak, Afg'oniston terma jamoasi bosh murabbiyi haqli e'tiroz bildiryapti. Ulgurishmasa kerak deb aytayotgandim. Sababi 5 soniya vaqt qolganda darvozabon to'pni o'yinga kiritayotganda, lekin muhtaram do'stlar, biz yana poytaxtimizdagi O'zbekiston sport majmuasiga qaytib qiladigan Osiyo chempionatida qatnashadi. Hozircha birinchi taymdan so'ng Afg'oniston terma jamoasi vakillari ko'rdik. Afg'oniston ham hujumda o'ynagan paytlari bo'ldi, lekin o'sha hisob ochilgunga qadar bo'lgan 1-2 daqiqa oldinroq esa afg'onistonliklar sekin-asta o'yin nazoratini qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Aynan Afg'oniston tashabbusni qo'lga olgandan keyin, o'yinni nazorat qilishni boshlagandan keyin o'sha Said Husayn Musaviy hisobni ochishga erishdi. Shundan keyin ham Afg'onistonning o'yindagi ustunligi sezilib turdi. Hisobda orqada qolayotgan Tojikiston tezlikni oshirsa kerak, bosimlarni kuchaytirsa kerak degan taxmin bor edi. Amalda unday bo'lgani yo'q. Amalda
Afg'oniston Rabijon Rabiyev, jamoa bosh murabbiyi Eraj Nasixov. Uchrashuvni boshqarib borayotgan hakamlar hozir Musaviyning zarbasi, kuchli zarba so'radi Sodiq Zahiri, lekin Musaviy to'pni qizg'andi. Husayni sal sekinroq bo'ldi bu pas. Mahmudiy zarba va baribir 3-gol. Baribir 3-golni urmoqda. Shunda Turkmanistonga qarshi bahsda jamoa sardori bo'lib maydonga chiqib kelgandi. 3-0. Baribir maqsadlarga yetishdi. Qarang, 5-raqam egasi Tojikistonda Baxtiyor Soliyev. Husayni Saburov, Husayni to'pni egalladi. Husayni bo'sh! 4-gol. 4-gol. Tojikiston edi. To'pni oldirishdi. Mana qarang, qanday boshlandi. Juda ham noqulay tarzda to'pni yetkazish. Bu Baxtiyor Soliyevning xatosi. Keyin esa Xolid Saburov to'p nazoratini qo'ldan chiqardi. Husayni bitta harakat bilan ham Saburovni, ham darvoza yana xato. Avvaldan o'qiy olishyapti afg'onistonliklar. Chindan ham raqibning harakatlarini o'qiy olishyapti. Nihoyat darvozani ishg'ol etishdi tojikistonliklar. Sal oldinroq 3 gol farqi bor edi, keyin 4 ga oshirishdi afg'onistonliklar. 3 gol farqini qaytarishmoqda. Bu yerda ozgina e'tiroz bo'lishi mumkin. Qaysi ma'noda e'tiroz bo'lishi mumkin? Chunki ortiqcha bir holatga olib kelishi mumkin. Biroq 4-1, 3 gol farqi bor. 3 daqiqa 43 soniya. Aniqlik bilan o'ynaydigan bo'lsa mana boyaga biz mumkin deb aytib o'tgandim. Ko'ryapmiz ham. Mana sizga darvozabon almashtirildi. Saidrizo Husayni o'z o'rnini Muhammad Javad Safariga bo'shatib berdi. Mana endi Husayn al-Bahharning qushlagi chalindi, zarba berildi. Darvozabon to'pni qaytarib yubormoqda, lekin Muhammad Javad Safari o'zi darvozani ishg'ol etgandek olib qo'ydi. Haydari hujum boshlamoqda. Haydari markazdan ketyapti. Va bo'ldi, qadrli do'stlar. Ayni shu lahzada uchrashuvning eng so'nggi soniyasi ham o'tib ketdi. Afg'oniston Tojikiston yagona bitta qolgan yo'lni play-offga chiqishni uddaladi. Biroq undan u yog'iga bu